Elyor aka, endi salondagi mashinalar haqida bitta ma'lumot berib o'tib ketay aka. Bo'ldi. Dargodan boshlaymiz, xudo xolasa. Xudo xolasa Dargodan boshlaymiz. Yuqori texnologiya. Juda kuchli dvigatel. Mana o'rtoqlar, motor holatlarini ko'rinishi. Avtomashinamiz ikkita pozitsiyada, ikki xil bo'ladi. Ikkita pozitsiyada, to'g'rimi? Xuddi shunday. Hozir ko'rib turganingiz ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. Quvvat, dvigatel ot kuchi quvvati bo'ladi. 211 ot kuchiga ega bo'ladi. Uzatuv, ya'ni korobkasi 7 pog'onali bo'ladi. 7 talik korobka, o'rtoqlar. Yoqilg'i sarfi bo'ladi 100 kilometrga 8 ta 10 ta yoqadi. 100 ga 8 ta 10 ta ekan, Xuddi shunday. rasxoti. Necha motorlik bo'ladi shunda aka? Bu 2 turbo bo'ladi. 2 turbina. Xuddi shunday. Mana do'stlar, salon holatini. Bunda off-road rejimlari bor. 8 ta rejimi bor. Off-road. Ya'ni 8 ta rejimi bor, normal, eco, shundan to'g'ri. Bunda zimli, qumli, balchiq, loyli, xuddi shu kabi hozir siz avtomashinani harakatga keltirsangiz, zavod qilamiz, tormozni bosib, stop start knopkani bosamiz. Hozir men yoningizdan o'tib olaman. Mana o'rtoqlar, salon holatini ko'rish. Hozir aka bu normal rejimda turibdi, mana. Hozir bu normalniy rejimda turibdi bu. Mana o'rtoqlar. Off-road rejimimiz, bu yerdan rejimni o'zgartiraveramiz. Mana bu yoqdan, Xuddi shunday. Monitorimizni razmeri 12 dyumli razmer. Kattagina Xuddi shunday, 12 dyumli. Keyin bu yerdan rejimimizni o'zgartiraveramiz. Hozir zimli bo'lib turibdi. Endi hozir ayni paytda bu yerda tog'li hududga qo'yamiz. O'zi yo'ldagi hozir. Xuddi shunday, qumli yo'l bo'ladi bu. Keyin bu yerda balchiqli, anavi zona bo'ladi-ku, loyli. Bo'ladi. Xuddi shunday. Sport rejimi bor, standart bor. Har bir rejimga o'tganda dvigatelimiz o'zgaraveradi. Qorli yo'llarga ham moslangan. Xuddi shunday. Xuddi shunday bo'ladi. Qorliga qo'ygan paytingizga 4x turni yoqsangiz bo'ladi. Rejimimizni yoqsangiz bo'ladi. Avtomashinamiz Dargo 360 gradus kamerasiga ega. 360 gradus kamerasiga ega bo'ladi. Avtomashinani orqa razmeriga santimetrgacha aytib turadi, ogohlantirish bo'lib turadi. Eshingizni boshqatdan yopib yuboramiz. Hozir 360 gradus tepalari bilan ko'rsatyapsiz, to'g'rimi? Xuddi shunday. Endi yopildi, avtomashinamiz yopildi. Aylanasiga ko'rsatib turaveradi. Qayer qanday bo'lib turganligini bemalol 360 gradus kamerasida aylantirib ko'rsangiz bo'ladi. Parkovkaga ham juda qulay. Xuddi shunday, parkovkaga ham juda ham qulay bo'ladi. Parkovkaga oladigan bo'lsangiz, bu yerda rejimimiz bor. Parkovkaga hozir orqada joyimiz qoldi debdi. Keyin rejimimiz bor. Rejimni ogohlantirib o'qsangiz bo'ladi. Tushunarli. Tak. Audio sistemamiz keyin 5 kabel zaryad qiladigan joyimiz bor. Beprovodniy Xuddi shunday. Panorama lyuklarimiz bor. Panorama lyuklarni ko'rsangiz ham bo'ladi. Polni ko'ja o'rtoqlar. Xuddi shunday. Massajlargacha bor avtomashinamizda. Massajlargacha bor. Massajlarni bir foydalantirib ko'rsatib beraman. Hozir o'rindiqda massaj. Xuddi shunday, o'rindiqda massajimiz bor. Sizga yoqib qo'yapmiz. Massajimizda rejimlargacha bor. Opsiyaga qo'yib qo'ysangiz, hamma joyingizga massaj qiladi. Ishdan chiqqan paytingiz bitta massaj bilan uygacha yetib olasiz. Opsiyaga yo'q. Keyin bu funksiyalarimizda HDAP displeylarimiz bor. Parkovkaga o'zi olib kirib, o'zi olib chiqadi. Avtomashinamiz yo'l tanlamaydi. Konditsioner deysizmi, pechka deysizmi, sidenani isitib berishi, sovutib berishi, adaptiv kruz nazorati, avtomatik tarzda tormoz yosh bola chiqib qoladimi, yo bironta hayvon chiqib qoladimi, avtomatik avtomashina o'zi to'xtaydi. Xavfsizlik tomonlama. Zo'r. Hozir buni garantiyasi qanaqa aka? Buni garantiyasi 5 yil garantiya beriladi. Motoriga 1.5 krug, ya'ni 150 ming garantiya berib qilishgan garantiyamiz. Bunda garantiya. motorga eng qiziqarli joyi
xolodilniklargacha bor. Ha, sovutib beradi, Xuddi to'g'rimi? shunday sovutib beradi. Massajlar yo'qyaptimi? Gap yo'q aka. Achka qo'yadigan joylarimiz o'z maxsus, xuddi shunday yoritgichlarimiz bor, panorama lyukimizni ochsa ochib, yopamiz. Sezoniga qarab. Rollar ham elektronli, yumshoq bo'ladi, to'g'rimi? Ha, yumshoq bo'ladi. Konditsioneri eng zo'r tomoni konditsionerini sразу yaxlatib beradi. O'tirgan. O'zingiz tomonga konditsionerda ishlatsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa passajir tomonga ishlatsangiz Ha, bo'ladi. bu yoq alohida qo'shsa ham bo'ladi. Xuddi shunday qo'shsangiz bo'ladi. Zo'r. Yo'l tanlamasi avtomashina mana shu bo'ladi. Mana o'rtoqlar qiziquvchilari bo'lsa, Shunday. pastdagi nomerlarga aloqa qilaverasizlar. Bo'lmasa olmoqchi bo'lib yurgan do'stlaringiz bo'lsa ham yuborib qo'yaverasizlar videoni. 7 bosqichli deydiga korobkalarni ham aka buni. Xuddi shunday 7 bosqichli bo'ladi. 8 ta rejimda harakatlanadi. Mana do'stlar. 360 kamera, polni panoramik ham o'rtoqlar 2 xil pozitsiyada bo'lar ekan. Chiroylik. Svetini aka necha xil dedik buni? Rangi? Buni svetidan, turli xil svetidan bor. Hozir ko'rib turgan svetingizdan bor. Beli jemchukdan bor, qora svetidan bor, keyin oranjiy svetidan ham bor. Oranjiy. Xuddi shunday. Gap yo'q. Orqa bagaj tomonlarini ham aka bitta ko'rsatib Xo'p o'tdik. bo'ladi. Hozir bu 5 ta mestari, to'g'rimi? 5 kishilik. 5 kishilik bo'ladi. Mana do'stlar. Zapaska, balon ключ, domkrat. Zo'r. Hozir necha litr aka bu? Pardachalari ham bor ekan, shtorkalar. Pardalarimiz bor, 220 toklarimiz bor. Ha, mana bu yoqda. Xuddi shunday. Mana o'rtoqlar 220 chiqarib berar ekan. 220, keyin 24 voltligimiz ham bor. Tog'larga dam olishga chiqqanlardan foydalansa bo'ladi. Audio sistemasi, bas beruvchi qurilmamiz bor. Eng muhim tomoni balonimiz o'zini razmerida bo'ladi, saka bo'ladi. Ha, bu ham hozir Xuddi shunday o'zini balonni razmeridan bo'ladi, zapaskasi ham. Mana. Yetmaganiga saka diska. Xuddi shunday, ha, bir xil. Mana o'xshamas. Bakini aytmadingiz-ku deb, bakini hajmi, benzin hajmi bo'ladi, 60 litr bo'ladi. 60 litr. Xuddi shunday, 60 litr bo'ladi. 92. Benzin tanlamaydi. Test drive xizmatlari bor-a, Bor. Test drive xizmatlarimiz bor. Bemalol kelib, test drive xizmatidan foydalanib ko'rishsa bo'ladi. Faqatgina bitta haydovchilik guvohnoma kerak bo'ldi. Bitta haydovchilik o'rtoq. Xuddi shunday. Bu mutlaqo tekin. Besplatni. Ko'pchilik pulli deb o'ylaydi. Bo'ladi. Ha. Ko'pchilik o'ylashadi, bu pulli deb qilishadi. Bizada trading xizmatimiz ishlab turibdi, test drive xizmatimiz ishlab turibdi. Bu mutlaqo tekin bo'ladi. Mana o'rtoqlar. Trading va test drive xizmatlari. Bundan tashqari, xuddi shu mashinamizga rastrochka bor deb. Bor, rastrochkamiz bor. Hozirgi kunda hamma avtomashinamizga Dargo, Julian, M6, H6, H9 mashinalarimizga rastrochkamiz ochilgan. Lizing tartibida ochilgan. Mana do'stlar. Xo'p aka, keyingi mashinamizga o'tib ketaveramiz. Bo'ldi, biz shunday qilamiz.